Ko'pchilikda shunday tushuncha bor. Ya'ni mana shu burchak tarafdan kvartira olsa, qishda isitish qiyin bo'ladi degan. To'g'ri, 60-70-yillarda qurilgan domlar shunday bo'lgan. Mana shu tarafni isitish sal qiyinroq, ya'ni ko'p energiya sarf bo'lgan. Lekin hozir unday emas. Hozir sababini ko'rsataman. Mana bunday bazalt qoplamalardan uyning fasad qismiga qoplanadi. Mana shu narsa issiq sovuq o'tkazmaydi umuman. Ya'ni mana shunday qilib devorni tashqi tarafidan g'ishtni ustidan yopishtiriladi. O'zini do'pil mixi bor, shu bilan qotiriladi. Oldin kafelni kley bilan yopishtirib olinadi devorga. Mana bunday kafelni kley bilan devorga yopishtirib olib, keyin do'pil mixini qoqiladi, ustidan travertin qilinadi. Xuddi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bu narsa umuman issiq sovuqni o'tkazmaydi. Ya'ni o'sha burchak tarafdagi kvartiralar ham qish payti, sovuq payti isitishda uncha muammo bo'lmaydi. Bu videoni burchak tarafdan kvartira olishga ikkilanib turgan tanishingizga jo'natib qo'ying.